Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun sizlarga donishmandlikka asoslangan ibratli bir hikoyani taqdim etamiz. Bu hikoya hukmdor, uning suyumli oq oti va bir oddiy otboqarning zakovati haqida. Marhamat, diqqat bilan tinglang. Hukmdor va oq ot. Bir hukmdorning oq oti bor edi. Hukmdor bu otni juda yaxshi ko'rar ekan. Bir kuni u hamma amaldorlar va ayonlariga bu otning o'limi xabarini olib kelgan odamning kallasi olinadi. Ehtiyot bo'linglar, chunki bu oq otni juda qadrlayman. Uning o'lgani haqidagi xabar meni juda qayg'uga soladi, debdi. Kunlardan bir kuni har narsaning oxiri bo'lganidek, oq otning ham ajali yetib o'libdi. Hukmdorning saroy xizmatchilari sarosimay qolishibdi. Hech kim hukmdorga otning o'lgani haqida xabar aytgisi kelmabdi. Otboqarning boshlig'i esa men aytaman hukmdorga, chunki aytsam ham, aytmasam ham boshim ketadi, debdi. Otboqar hukmdorning oldiga borib, hukmdorim, sizning oq otingiz bor edi-yu, debdi. Bor edi, debdi hukmdor. Shunda otboqar, otingiz yotibdi. Oyoqlari cho'zilgan, ko'zlari yumuq, qorni shishgan, hech nafas olmayapti, debdi. Hukmdor, otboqar, ey otboqar, oq ot o'ldi demoqchimisan, debdi. Otboqar esa, hukmdorim, men bunday demadim, siz shunday deyapsiz, deb javob berib boshini qutqarib qolibdi. Aziz tinglovchilar, hikoyadan ko'rinib turibdiki, donolik ba'zan jasoratda emas, balki so'zning o'rinli ishlatilishidadir. Har bir og'izdan chiqqan so'z odamning taqdirini belgilashi mumkin. Navbatdagi dasturlarimizga yana shunday ibratli hikoyalar bilan uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Hikoya manzur bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, izoh qoldiring va albatta kanalimizga obuna bo'ling.